Assalomu alaykum. Bugungi videomizda kimlardir Wi-Fi ishlamay qolishi mumkin ba'zi odamlarda. Hozir shu Wi-Fi ni yoqishni o'rgataman. Mana ko'rib turibsizlar, Wi-Fi yoqsam. Mana ulanmayapti do'stlar, mana. Ko'rib turibsizlar. Mana shu Wi-Fi ni qanday qilib ishlatishni o'rgataman. Birinchi bo'lib настройка bo'limiga kiramiz. Подключение Wi-Fi deganiga bosamiz. O'zini pastroqqa tushsak, дорогая настройка degani bor. O'shani bitta bosamiz. Bu yerda персональные данные server degani bor. Shunisiga bitta bosamiz. Keyin sizlar avto qo'yish kerak bo'ladi. Avto qo'yasizlarda сохранить tugmasini bosasizlar. Keyin mana ko'rib turibsizlar, endi bizga Wi-Fi bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta dona like bosishni unutmang.